Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Mana bugun biza shaharda Qoq markazi eng zo'r mahallalardan bittasi bo'lgan Navruz mahalla, Navruz ko'chasiga kelganmiz. Mana shu ko'chadan to'g'ri chiqsanglar, Tabaka oshxonasi oldidan chiqasizlar, Abesdan. Mana bu tomonda ko'rib turibsizlar, Oysha-ona masjidi. Mana shu ko'chadan hozir chotki, konkretni, tayyor kirib yashaydigan maza qilib uyni obzorini qilamiz. O'zlaring baho berasizlar. Mana shu ko'chadan shundoq kirib kelishga mana shu uyda o'z obzorini qilamiz. Uyni ko'rib turibsizlar o'zlaring. Zo'r holatda uy mana. Bu ko'chada gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. O'zlaring yaxshi bilasizlar. Maktab, bog'cha, hamma qulayliklar mavjud. Mana oldi reshotkalarigacha qilingan, ko'rib turibsizlar. Hozir ichini birgalikda ko'ramiz. Yana yaxshi tomoni yaqinda open byudjetdan yutilgan ko'chamizga kanalizatsiya o'tkaziladi. Plus asfalt bo'ladi ko'chalar. Mana bunaqa qilib patologlar qilib qo'yilgan. Mana hozir uyni ichini birgalikda ko'ramiz. Kirishda mana shunaqa keng, katta darvozaxona qilingan, mana shunaqa qilib. Darvozaxonga mana kravatlar qo'yilgan. Kravat ham uy bilan birga sotiladi qo'shib. Kirishda chap qo'lga mana ko'rib turibsizlar, 3 ta eshik joylashgan. Hozir birma-bir hammasini ko'rsataman. Mana bu birinchi xonamiz, eshikdan, darvozadan kirgandan. Uylar mana chotki remont qilingan, ko'rsanglar bo'ladi. Patologlar, lustralar, hammasi dit bilan zo'r qilib qilingan, otopleniyalar o'tkazilgan. Pollari laminat bo'lgan. Ko'rsanglar bo'ladi o'zlaring. Eshiklar ham qimmat eshiklar, imzo o'rnatilgan. Uyimiz 4 sutek, 6 xonadan iborat, plus oshxona, hammom, 2 ta sanuzel. Mana bu ikkinchi xonamiz.